Assalomu alaykum. Mening ismim Nargiz, familiyam Usmonova, yoshim 41 da. Mening sog'ligimda bir qancha muammolarim bor edi. Gormonal fonni kuchli buzilishi oqibatida qabziyat paydo bo'lgan va bu qabziyatdan bavosil, ya'ni gemoroy holatiga kelib qolganman. Operatsiya holatida edim. Mahsulotni gormonal fonni joyiga keltirish uchun olib iste'mol qildim va undan ham oldin menda natija 5 kunda qabziyat yo'qoldi va operatsiya qilishga hojat qolmadi. Gemoroydan operatsiyasiz tuzaldim. Bundan tashqari oyoq og'rig'ida, bosh og'rig'ida, ko'zdagi zreniyadan juda ham yaxshi natija olganman. O'zimda yaxshi natija ko'rganimdan keyin farzandlarimga mahsulotni bera boshladim. Qizimda 9 yillik xronический tanzilit bor edi. Juda ham ko'p martalab lorga olib borardik. Mahsulotni faol marjon kalsiyasini berganimdan so'ng qizimni qaytib lorga borishga hojat qolmadi. Immunitetlari juda ham yaxshi ko'tarildi. O'g'limda umurtqa pog'onasi qiyshayishi, ya'ni sklerozdan yaxshi natija oldik. Ikkala farzandimni ham immunitetlari juda ham yaxshi ko'tarildi va bizni uyimizda qayta aptekadan dori olib iste'mol qilishga hojat qolmadi. Aynan mana shu faol marjon kalsiy asosidagi minerallar kompleksi hamda koenzim mahsulotlarini iste'mol qilib shu natijalarni oldim. Kalsiy mahsulotini kuniga 2 mahal til ostiga shimib, koenzim mahsulotini esa bir kunda bir mahal ovqatdan keyin suv bilan iste'mol qilib juda ham yaxshi natijalar oldik va albatta bu mahsulotni menga tavsiya qilgan insonlarga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Bu loyihani asoschilariga ham o'zimning katta minnatdorchiligimni bildiraman.